Assalomu alaykum barchaga. Bugun A+100 kitobida navbatdagi misollar yechishni boshlaymiz. Demak, 21-misol. Bizga berilgan to'rt xonali sondan ayirsak, demak 3636 chiqishi kerak ekan. B plus berilgan va mana bu ifodani qiymatini topishimiz kerak. Xo'p, bizga berilgan misol quyidagicha yozib olsak: A B S 5 minus 5 demak S B A. Natija 3636. Demak 5 dan qanaqa raqamni ayirsak 6 chiqadi. Demak 9 ayirsak A ning qiymati 9 ga tengligiga kelib chiqdi. Xo'p, ya'ni S dan 1 olib turgan vaqtimizda 15 bo'ladi. 15 dan 9 ayirsak 6 kelib chiqadi. Demak S minus 1 minus B teng bo'lishi kerak ekan, demak 3 ga. Bundan esa S minus B teng bo'ladi 4 ga. Bizga esa B plus S berilgan 10 ga teng sistema. Qo'shib yuborsak, B'lar qisqarib ketib 2S teng 14, S ning qiymati 7 ga teng bo'lib chiqar ekan. Demak, S 7 ga teng bo'lsa, B teng bo'lar ekan 3 ga. A ning qiymati 9 ga teng edi. Berilgan ifoda bo'yicha demak 3A plus 2B minus 4S ni hisoblashimiz kerak. 3 ko'paygan A ning o'rniga 9 qo'yamiz. Demak, plus 2 ko'paygan B ning o'rniga 3 minus 4 ko'paygan 7. 3 kira 27 plus 6 minus 28. Javob 5 kelib chiqar ekan. Demak, bu D javob. Demak, navbatdagi misol 22-misol. Bizga berilgan 5 xonali son 15 ga qoldiq bo'linsa. Demak, B 15 ga qoldiq bo'linishi kerak. 15 degani bu 15 teng 3 kara 5. Dastlab mana bu 5 xonali son. Biz 5 ga bo'linishini tekshirib ko'raylik. 5 ga bo'linish qoidasi bo'yicha B ning ikkita qiymat qabul qiladi. Ya'ni B birinchi safar 0 ga teng deb olsak. Xo'p, 0 ga teng bo'lsa, demak 1 0 ko'rinishda bo'lib, u 3 ga qoldiq bo'linishi kerak. Xo'p, 3 ga bo'linish belgisi raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linishi kerak edi. Bo'lingan 3. Demak, qavstichi 8 plus A bo'lingan 3. Xo'p, demak, A ning o'rniga necha qo'yish mumkin? 1 qo'yish mumkin. A ning o'rniga 4 ham qo'yish mumkin. A ning o'rniga 7 qo'ysak bo'ladimi? 7 ham qo'ysak bo'lar ekan. Demak, qiymat quyidagicha. A, B ni qiymatlarini yozadigan bo'lsak, 1 0, 4 0, 7 0. Endi ikkinchi holat. Demak, B ning o'rniga 5 ham tanlab olish mumkin. Shunda ko'rinish qanaqa bo'ladi? A demak 5 bo'linishi kerak. 3 ga qoldiq. Raqamlar yig'indisi 7 plus 0 plus A plus 1 plus 5 bo'lingan 3. Xo'p, qavstichi 13 ga teng ekan. 13 plus A bo'lingan 3. A ning qiymati. Xo'p, 2 ga teng bo'lishi mumkin ekan. A ning qiymati 5 ga teng bo'lishi mumkin ekan. A ning qiymati 8 ga teng bo'lishi mumkin ekan. Demak, quyidagicha yozilgan javoblar 2 u 5. Xo'p, 5 u 5, 8 u 5. Xo'p, savolda A plus B ning qabul qilish mumkin bo'lgan nechta turli degan. Demak, mana buni hisoblasak. 1 plus 0 bu 1 ga teng, 4 plus 0 4 ga teng, 7 plus 0 7 ga teng. 3 ta qiymat. Hozir bu yoqda endi 2 plus 5 7 ga teng, 5 plus 5 10 ga teng, 8 plus 5 13 ga teng. Demak, mana bu 2 marta 7 qatnashdi. Shuni bitta deb hisoblasak, 5 ta. Demak, 5 ta turli qiymatga ega bo'lishi mumkin ekan. Ajoyib. Navbatdagi misol 23-misol. 11-misolda, demak, buni biz yoyib olsak, demak, A plus 100 A plus 10 B plus B teng K kvadratga.
Demak, k kvadrat teng hisoblasak 1100a plus 11b. Hop, bu yig'indidan 11 karrali qismini chiqarib olsak, qog'ozdan tashqariga. Hop, shunda 100a plus b ko'rinishi oladi. Demak, k kvadratimiz 11 karrali bo'lgan sonlar ekanini bilishimiz mumkin. Demak, 11 karrali bo'lgan sonlarni yozib chiqsak, 22, 33, 44, 55, 77, 88, 99 va hokazo. Xo'p, demak, bu yerda biz kani o'rniga 11 ni ola olmaymiz. Sababi 11 kvadrati 3 xonali son. Bizda esa natija ko'rib turganingizdek 4 xonali son chiqishi kerak. 22 ni ham ola olmaymiz. Demak, 33 dan ishlab ko'rishimiz mumkin. Demak, 33 ni kvadrati 1089. Bizda mana bu holat bajarilmaguncha tekshirib ko'ramiz. Ya'ni birlar va o'nlar xonasi raqamlar bir xil, yuzlar va minglar xonasi raqamlar bir xil chiqishi kerak. 44 ni kvadrati. Bu demak 1936. 55 ni kvadrati 3025. Demak 66 ni kvadrati 4356. 77 ni kvadrati 5929. 88 ni kvadrati 7744. Demak, mana shu 88 bo'lishi kerak ekan. Demak, k ni qiymati 88 ga teng ekan. Sabab 88 kvadrati, demak, o'nlar va yuzlar xonasi bir xil. Birlar va o'nlar xonasi bir xil, yuzlar va minglar xonasi ham bir xil chiqdi. Xo'p, demak, k ni 88 qo'yadigan bo'lsak, shunda 11 100a plus b ni qiymati, demak, 88 ni kvadratiga teng bo'lishi kerak ekan. 11 100a plus b teng 7744 ga. Xo'p, 11 ga qisqartirib oladigan bo'lsak, 100a plus b teng 704 kelib chiqadi. Demak, a ni qiymati 7 ga teng, b ni qiymatini 4 deb olsak bo'lar ekan. A bilan b topildi. Bizga a plus b ni so'ralgan. A plus b 7 plus 4 11 ga teng ekan. Javob. Navbatdagi misol 24-misol. Xo'p, natural a'lobo sonlar uchun tenglik bajarilsa, ayirmaning eng katta qiymatini toping. Eng katta qiymatini topish uchun xo'p, 96 48. Demak, bu 48 plus 49 deb olsak, a qiymatini 48, b ni qiymati 49. Shunda a ko'paygan birimiz eng katta qiymatga erishadi. Demak, 48 ko'paygan 49 minus 2 ni hisoblaymiz. Xo'p, bu 2352 chiqar ekan. Minus 2 2352. Javob. Navbatdagi misol 25-misol. Xo'p, abs raqamlar uchun shu tenglik o'rinli bo'lsa, a plus b plus c ni topishimiz kerak ekan. Demak, yozib chiqamiz. 10a plus 10 b plus 10 c plus c teng 100a plus 10 b plus c. Xo'p, 11a plus 11 b plus 11 c teng 100a plus 10 b plus c. Demak, 10 b ni tenglikda, demak, chap tarafiga c ni ham chap tarafga o'tkazsak, shunda 11a plus b plus 10c teng 100a ga teng qoladi. Endi bu yerda a, b, c'larga raqamlar tanlab olamiz. Agar a ni qiymatini 1 ga teng desak, c ni qiymatini esa 11, c ni qiymati 8 desak, shunda 80, 91 bo'ladigan bo'lsa, b ni qiymati teng 9 ga. Demak, a plus b plus c ni hisoblaymiz. 1 plus 9 plus 18. Demak, javob.
Navbatdagi misol 26-misol. Xo'p, agar bizga berilgan 3 xonali son, demak, buni yoyib chiqamiz. Demak, 100a plus 10b plus c minus 100c minus 10b minus a teng x 8. Xo'p, b'lar qisqarib ketdi. 99a minus 99c teng x 8. Xo'p, bu yerdan 99 chiqarib olsak, a minus c teng x 8. Xo'p, bu yerdan tushunish mumkinki, a minus c ning qiymati 2 ga teng bo'lishi kerak ekan. Xo'p, a minus c ni 2 qo'yadigan bo'lsak, shunda 99 ko'paygan 2 teng x 8. Xo'p, x 8 demak teng 198. X qiymati 1 ga teng ekan, y qiymati 9 ga teng ekan. Xo'p, shu yerda endi bizga a, b, c'lar kerak, to'g'rimi? Mana bu tenglik ham berilgan, shundan ham foydalanamiz. Bu yerdan a ni qiymatini topadigan bo'lsak, c plus 2 ga teng bo'ladi. Olib borib qo'yadigan bo'lsak, c plus 2 ning kvadrati minus c kvadrat teng b kvadratga. Xo'p, shunda c plus 2 minus c plus 2 plus c teng b kvadrat. Xo'p, 2 2c plus 2 teng b kvadrat. Demak, 4c plus 1 teng b kvadrat. Endi bu yerda c ni o'rniga qanaqadir raqam tanlashimiz kerak. Ko'paytma natijada qandaydir raqamning kvadrati bo'lishi kerak. Demak, bu c teng 3 desak 16 bo'lib, b ning qiymati 4 ga teng bo'lib qolar ekan. Xo'p, demak, c topildi, b topildi. Bizga nima kerak endi? A ning qiymati topish kerakmi? C ning o'rniga mana bu yerga 3 ta olib kelib qo'ysak, a ning qiymati 5 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, bizga shart bo'yicha a 5 ga teng plus b bizda 4 ga teng plus c 3 ga teng plus x 1 ga teng plus y 9 ga teng. 18, 19, 22 a javob ekan. Navbatdagi misol 47-misol. Xo'p, ko'paytma uchun qanday katta darajasi qoldirib bo'linadi? Demak, 91 da 3 ga bo'lamiz. 3 ning darajalariga bo'lib boshlaymiz. 91 bo'lingan 3 plus 91 bo'lingan 3 ning kvadrati plus 91 taqsim 3 ning 3-si plus 91 taqsim 3 ning 4-si. Shu yerda to'xtaymiz. Demak, 30 plus 10 plus 3 plus 1 teng bu 44 ga. Ana endi bu ko'paytma 45 dan boshlanganligi uchun biz undan oldingi turgan, ya'ni 1 dan to 44 gacha bo'lgan sonlar ichidagi 3lar sonini aniqlashimiz kerak. 44 taqsim 3 plus 44 taqsim 3 ning 1-si plus 44 taqsim 3 ning 3-si teng 14 plus 4 plus 1 teng 19. Demak, bu yerda biz 44 ta 3, demak 44 minus 19 tasini ayirib tashlaymiz. Javobimiz necha bo'ladi shunda? 25 kelib chiqadimi? 25 demak bu C javobi. Navbatdagi misol 28-misol. Agar a va b natural sonlar uchun tenglik o'rinli bo'lsa, a b ning eng katta qiymatini topishimiz kerak. Xo'p, a taqsim 5 plus b taqsim 4 teng bu, xo'p, 235 taqsim 100 qisqartirib olsak, 5 ga qisqartirib olsak, a taqsim 5 plus b taqsim 4 teng 5 ga 47 taqsim 20 bo'lar ekan. Xo'p, bularga umumiy mahraj bersak, 4a plus 5b taqsim 20 teng 47 taqsim 20 ga. Natijada 4a plus 5b ning qiymati 47 ga teng bo'lishi kerak ekan. Xo'p, bu yerda biz endi a va b'larni tanlab olamiz. B ning qiymati 1 desak 42, 4 ga bo'linmaydi, 2, 37, 3. B ning qiymatini agar 3 deb tanlab olsak, 4a plus 15 teng 47 ko'rinish keladi. Ya'ni 4a teng
47 minus 15 natijada 4a teng 32 bo'ladi. A'ning qiymati 8 ga teng bo'ladi. 8 minus 3 bu 11 ga teng. Javob. Navbatdagi misol 29-misol. Ko'rinishda to'rxonali son 36 ga qoldirib bo'linadigan nechta qiymatga ega? Xo'p. 36 ga bo'lish kerak. 36 degani bu 4 kara 9. Bunaqa misollarni ko'p ishladik. 4 kara 9 bo'lsa, birinchi holatda keling biz 4 ga bo'linish holatini tekshirib ko'ramiz. Demak, 2a b bo'lingan 4 ga. Demak, biz oxirida ikkita raqamni olamiz. 5b 4 ga qoldiq bo'linishi kerak. Bittadan bersak 4, ayirsak 1, keyin b tushsa. Demak, b ning qiymatlarini tanlab olamiz. 2 ga teng bo'lsa bo'linadi qoldiqsiz, ya'ni 12 bo'ladi. B ning qiymati 6, ya'ni raqam 2 va 6 raqamlari bo'lsa. Xo'p, ikkinchi holatda endi biz ikkala holatda ham b ning 2 va 6 ni qo'yib yozib ko'ramiz. Ya'ni 3 ga, demak 9 ga bo'linishini tekshirib ko'ramiz. Xo'p, bu yerda demak 2a 5 birinchi safar demak 2 ni qo'yib ko'raylik. Bo'linishga 9 ga. Keyingi safar demak 2a 5 6 bo'linishga 9 ga. 9 ga bo'linish qoidasi raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linishi kerak edi. 2 plus a plus 5 plus 2 bo'lamiz 9 ga. Xo'p, qolsa 9 plus a bo'lingan 9 ga keldi. Demak, a ning o'rniga 0 qo'yish mumkin. Xo'p, yana nechani qo'ysak 9 qo'ysak, ular a teng 9 bo'lsa. Boshqa variant yo'q. To'g'rimi? Demak, keyingisi raqamlar yig'indisi 2 plus a plus 5 plus 6 bo'lingan 9. 13 plus a bo'lingan 9. Demak, a ning qiymati 5 ga teng bo'lishi mumkin. 18 boshqachasi yo'q. Demak, javoblar quyidagicha. A, B ko'rinish yozadigan bo'lsak, demak, a ning qiymati 0 deb olsak, B ning qiymati nima bo'lishi kerak? 2 bo'lishi kerak ekan va yana a ning qiymati 9 desak, bu ham 2 ga teng bo'lishi kerak. Keyingisi. Xo'p, a ning qiymatini 5 desak, b ning qiymati 6 bo'lishi kerak ekan. 3 ta demak B javob. 30-misolga qaraymiz. Agar bizga shu berilgan bo'lsa, xo'p, yig'indisini toping. Demak, bizga n ko'paygan 56 teng nechidir xonali oxiri 44 bilan tugashi kerak ekan. Yana shu n ko'paygan 33 teng bo'lar ekan nechidir xonali 92. Bizdan so'rayapti n ko'paygan 46 teng qanaqadir, demak ko'p xonali son oxiri x y ko'rinishida bo'lsa, x plus y ni toping deb bizdan so'ramoqda. Xo'p, endi agar 4 deb qarasak, 4 kira 56 224 mi? 4 kira 56 224. Bizda mana bu holat bajarilmayapti. N 4 emas ekan. Demak, bir xonali son emas. Ikki xonali sonni qarasak, ya'ni n teng 14 deb qarasakchi. 14 ko'paygan 56 nechaga teng bo'ladi? Teng. Xo'p. 784 mi? 784. Bu ham bajarilmadi. N teng 24 deb qarasakchi. 24 ko'paygan 56 teng 1344. Demak, n 24 ekan. Ya'ni hozir n teng 24 bo'lsa, 24 ko'paygan 33 dan bir sinab ko'ramiz. Bu bular ekan 720 792. 792. Demak, bu shart ham bajarildi. Demak, endi qiymatni topdik. N teng 24. Bizdan so'ralgan ifodada demak 24 ko'paygan 46 teng ekan. Ko'paytmani bajarsak 1104 chiqar ekan. Oxirgi ikkita raqami 0 va 4. Bizdan so'ralgan shart bo'yicha demak x teng 0 desak, y teng 4 desak, 0 plus 4 so'ralgan javob 4 chiqar ekan. Demak, bu yerda javob. Xo'p, 31-misol.
bunaqa misolda ham ishlagandik. 3 darajasi 2025 ni quyidagicha yozsak, 3 ni birinchisi ko'paygan 3 darajasi 2024 ko'rinishda. 3 ko'paygan 3 ning kvadrati 1012 desak, bu 3 ko'paygan 9 darajasida 1012 bo'ladi. Teng. Xo'p, endi 3 ko'paygan 9 ning kvadrati darajasida 506 desak ham, demak 3 ko'paygan 81 darajasida 506. Biz mana bu 1 ga bog'lashimiz kerak edi. Demak 3 ko'paygan 81 ni 506-chisi oxirgi ixtiyoriy holatda ham 1 bilan tugaydi. Demak, o'nlar xonasi raqam topish uchun mana biz 8 ni 6 ga ko'paytiramiz. 6 kira 8 48 ni 8 yozamiz. Demak, bu ko'paytmani oxirgi raqam bilan ko'paytiramiz. 3 kira 1 3, 3 kira 8 24 4. Demak, o'nlar xonasi 4 ekan. Ajoyib. Navbatdagi misol 32-misol. A, B, C natural sonlar uchun mana shu tenglik o'rinli bo'lsa, eng kichik qiymatini toping debdi. Demak, A ko'paygan B 143 ga teng. Xo'p, A ko'paygan C esa 187 ga. Demak, A ning qiymati 11, B ning qiymati 13. Boshqacha iloj bo'lmasa kerak. Endi 143 ko'paygan 1 ham bo'lishi mumkin. Eng kichik qiymati. Unda 143 katta son bo'lib ketadi. Bu holatda ham shunaqa bo'ladi. Bu A teng 11, B teng 17 degan shart bajariladi. Agar buni ham A ni 1, C ni 187 deydigan bo'lsak, mana bu yig'indimizni ko'rinish kattalashib ketadi. Demak, A 11 ga teng bo'ldi, plus B ning qiymati 13 ga, plus C ning qiymati esa mana bu yerda C ekan, ming bor uzr. Xo'p, C 17 41. Berib. Navbatdagi misol 33-misolda A va B ning qiymati demak K ga teng, C va D ning qiymati K taqsim 4 ga teng. Bizda mana bu ifoda berilgan. To'rtalasini ham kubini olinganda K bizdan nimaga tengligi so'ralmoqda. Xo'p, buni ozroq mantiqiy tahlil qilsak, bizga berilgan mana shu bu i kubdan foydalanaylik. I kub A B C D 12 ga teng ekan. Ana endi bu ikkalasidan ham, ya'ni mana bu holatda yozsam, i kub A B, bu qavs ichida mana bu jarayonni tahlil qilyapmiz. Nuqta virgul i kub qavs ichida C D teng 12 deb yozsak, ya'ni bizga A B C D 4 ta sonni i kubi 12 ga teng deyilyapti. Biz shuni demak juftlab A B va C D ning i kublarini i kubini olsak ham 12 ga teng deb ishlamoqchimiz. Bu va to'g'ri. I kub bu mantiqiy kelib chiqib. I kub demak A B ning i kubi nima chiqqan? K midi? Buniki esa K taqsim 4 teng 12. Demak, bu qavs ichida K taqsim 4 kelib chiqadi. I kubi teng 12 desa, K ning qiymati 48 ga teng ekan. Demak, bu ajoyib. Mana shu holatga bir nechta misollar tuzib ishlab ko'rishlaringizni tavsiya qilardim. 4 ta sonni i kubini topib va har ikkitasini i kublarini topib, uning i kubini olsangiz, mana bu joyiga yaxshi bo'lar edi. Maqsadga muvofiq bo'lar edi. Navbatdagi misol 34-misol ko'paytma necha to'rt bilan tugaydi. Demak, bu 700 ni biz 7 ko'paygan 100 yoki bo'lmasam 10 ning kvadrati ko'paygan 2 mana bu 4 esa 2 darajasi 26 desak. Xo'p, ko'paygan 5 darajasi 25. Xo'p, 7 ko'paygan mana bu 2 ning kvadrati 5 ning kvadrati, ya'ni 2 kira 5 ko'rinishda. Uning kvadratini ochyapmiz. 2 ning 26 ko'paygan 2 ning 25-si. 7 ko'paygan 2 darajasida 28 ko'paygan. Xo'p, 5 darajasida 26 bo'ldimi shunda? 27. 27
27, to'g'rimi? 2 ning 28-si, bu 5 ni kvadrati 2 ning 27-si. Xo'p, 7 ko'paygan 2 ning birinchisi, ko'paygan 2 ning 27-si, ko'paygan 2 ning demak 5 da 27-si desak. 5 darajasida 27 desak. Teng bu 2 reti 14 ko'paygan buni darajalar bir xil bo'lgani uchun 2 ko'paygan 5 darajasida 27 desak. 14 ko'paygan 10 darajasida 27. Demak, ko'paytma nechta nol bilan tugaydigan 27 ta nol bilan bo'lsa javob. Navbatdagi misol 35-misol. A va B ni demak ko'paytmasi mana shunaqa ko'rinishda bo'lsa, ekubini topishimiz kerak. Keling biz buni A va B ni shakllantirib olsak, bu 2 ni birinchisi ko'paygan 2 ni birinchisi ekubda eng katta qiymati eng kichik bo'lishi kerak, to'g'rimi? Eng kichik. Agar eng kichik bo'ladigan bo'lsa, ikkalasiga ham teng taqsimlasam. Ko'paygan 3 ta kvadrat, ko'paygan 3 ta birinchisi. Ko'paygan xohlang bu tarafga, xohlang B ga farqi yo'q. 5 desak. Demak, buni ekubini topsak, ekub AB 2 ni birinchisi bo'ladi. Ko'paygan 3 ni kvadrat, ko'paygan 5. Xo'p, 10 ko'paygan 9 90. 90 ekan. Agarda ularni bir tarafga olib, hammasini mana shunaqa ko'rinishda olganimda, undan kattaroq son chiqardi. Ekub. Eng kichik bo'lishini shunaqa qildik. Xo'p, 36-misolda. Demak, 36-misolda boshladik. Demak, 1000 A plus 100 B plus 10 C plus D minus 1000 D minus 100 C minus 10 B minus A teng x 9 y 2. Xo'p, bu yerda endi nimalar qoladi va nimalar qisqarib ketadi? Demak, 1000 dan A ni ayirsak 999 A. Xo'p, D ga e'tibor bersak, D ham minus 999 D ko'rinishda bo'lsa. Xo'p, plus B ga e'tibor bersak 90 ta B qolar ekan. Minus demak C 90 ta C. Teng x 9 y 2 ko'rinishda ekan. Xo'p, mana bu ikkalasidan 9 dan 9 chiqarib olsak, qavs ichida A minus D plus bu ikkalasidan endi 90 ni chiqarsak B minus C teng x 9 y 2. Xo'p, shu yerda mana bu tenglikda e'tibor bersak, B C ga teng. Agar C ni tenglikni chap tarafiga o'tkazadigan bo'lsak, B minus C nimaga teng qoladi? 0 ga. Demak, mana buni o'rniga 0 qo'yarsak, 9 9 9 demak A minus D teng x 9 y 2 ko'rinishda. Xo'p, ana endi o'ylaymiz. A minus D necha bo'lishi kerak? Ya'ni mana shu 9 ni 9 ga ko'paytirsak, oxirida 2 bilan tugash kerak. 1 bo'la olmaydi, 2 18 bo'la olmaydi, 3 4 5 6 7 8 8 qo'ysak 8 9 72. Demak, A minus D ni qiymati 8 ga teng bo'lishi kerak ekan. 8 ga teng bo'ladigan bo'lsa, 9 9 9 ko'paygan 8 teng x 9 y 2. Demak, ko'paytmani bajaradigan bo'lsak, x 9 y 2 teng 7992. X teng 7 ekan, y teng 9 ekan. Xo'p, endi bizga A, B, C lar kerak. Xo'p, mana bu tenglikdan A ni 9 desak, D ni qiymati 1 ga teng bo'ladi. Xo'p, yana nima kerak? Endi bizga B kerakmidi? A topildi. Mana bu yerda ham bitta tenglik berilgan ekan. O'shandan foydalansak. Xo'p, B plus C teng A ni qiymati 9 ga teng, 9 plus 3.
Xo'p, mana bu yerda ham b teng sligi berilgan. B ni o'rniga s qo'ygancha s plus s teng 12, s teng 6 kelib chiqadi. S ni qiymati 6 ga teng bo'lsa, b ning ham qiymati 6 ga teng. Xo'p, bizga berilgan shartda x plus y plus a plus b plus d so'ralgan ekan. X qiymati 7 ga teng, plus y qiymati 9 ga, plus a ni qiymati u ham 9, plus b ni qiymati 6, plus d ni qiymati esa 1 ga teng. Hisoblaydigan bo'lsak 18, 25, 31, 32. Demak, bu yerda javob ekan. 37-misolda natural a b sonlari uchun tenglik bajarilsa, mana shu ifodaning eng katta qiymati. Xo'p, biz bu yerda demak a ko'paygan b ni 15 deb, a ni 15 deb tanlab olaylik. B ni esa 1 deb tanlab olamiz. Demak, 2 ko'paygan 15 plus 1 minus 3. 31, 28. Demak, bu yerda javob. 38-misolda x, y natural sonlar uchun bo'lsa, x quyidagi sonlarning qaysi biriga qoldiqsiz bo'linadi? Xo'p, mana shu kasrda 2x taqsim 10 plus 5y taqsim 10 deb yozib olsak, 2x x taqsim 5 plus y taqsim 2 teng 10. Bizga x haqida gap ketyapti. Quyidagilar qaysi biri qoldiqsiz bo'linadi? Albatta 5 ga. Bu javob ekan. 39-misol. 39-misolda xo'p, a taqsim b teng k desak, s taqsim d ni ham k ga tenglab olsak, a ni qiymati b ko'paygan k, s ni qiymati esa d ko'paygan k desak. Xo'p, ya'ni mana bu a dan s ni ayirsak, chunki mana bu berilgan bizga. A minus s teng b ko'paygan k minus d ko'paygan k desak. A minus s ni qiymati 3 ga teng. Bu yerdan k ni chiqarib olsak, b minus d ko'rinish keladi. Endi k ni topmoqchi bo'lsak, 3 taqsim b minus d. B minus d ham berilgan 3 taqsim 5. 3 taqsim 5 esa javob. Navbatdagi misol. 40-misol. Xo'p. Demak, 70 darajasi n bir natural son. Xo'p, eng kichik qiymati shu son qoldiqsiz bo'linadi. Demak, 70 n taqsim 14 darajasi 5 ko'paygan 5 darajasi 4 desak, xo'p, 7 kere 10 darajasida n. Xo'p, 14 o'rniga 2 ko'paygan 7 ni 5-inchisi desak va 5 ni 4-inchisi. Xo'p, qavs ichidan 7 ni n-inchisi ko'paygan 10 o'rniga 2 kere 5 qilsak, 2 ni n-inchisi ko'paygan 5 ni n-inchisi. Taqsim, demak 2 ni 5-darajasi, 7 ni ham 5-darajasi, 5 ni ham 4-darajasi. Xo'p, n ning eng kichik qanday qiymati son qoldiqsiz bo'linadi? n teng 5 desak qoldiqsiz bo'linar ekanda. 7 ni 5-inchisi bilan 7 ni 5-inchisi qiladi, 2 ni 5-inchisi va hokazo. Demak, n teng 5. Bu A javob ekan.